Dorbos keldi yurtingizga, nur keldi, ziyo keldi. Davralarni to'ldirib shodlik gul shodon keldi. Shakarlabga tabassumu qizil yuzingizga nur keldi ushbu kun yurtingizga. 5 yoshida E'zozaxondek ajib bir dorbos keldi. Barakalla dorbozim, hushyor bo'lasan, Allohni esdan chiqarmasdan. Dorda o'ng tarafi ham, chap tarafi ham haqiqiy jarlik hisoblanadi. Allah saqlasa balo yo'q, asramasa davo yo'q deb bejiz aytishmagan. E'tibor bering, birovning yordamisiz o'zi yakkaxon holatda bemalol bir qavat tros ustida 12 metr balandligida oyoqlarini uzatib yotsa ham bo'lar ekan. Shoshilmaysan. Barakalla dorbos. Tushunganlar bo'ldi. Aksariyat holatini ham ko'ramiz bolam. Barakalla. Yigitlar televizor ostida qanday qilib oyog'ini ko'tarib yotsa, xuddi mana shu holatda yotsin, ya'ni chalqoncha holatini ko'ramiz. Barakalla dorbos. Aksariyat holatini ham ko'ramiz. Barakalla. Ikkala oyog'ini baravariga havoni taftiga ko'tarsa ham bo'lar ekan. Dorbozni shaniga baralla qarsa cholsa ham bo'lar ekan. E'zozaxon dorboz davrada. Qani! Barakalla. O'zbek o'g'loni butun dunyoga chordona qurib o'tirishga mashhur ekan. Dorbozga e'tibor bering. Yigitlarga xos bo'lgan, mos bo'lgan holatda chordona qurib o'tiribdi. Ovozi bilan qarsak cholganda farzandlari ham baland parvoz aylasin. Barakalla. Dorbozni tomoshasini borgan sari murakkablashtiramiz. Yelkangizga o'tirgizasiz, bir qavat tros ustida balandlik yana ham yuqoriga ko'tariladi. Bir qavat tros ustida sakrab, hayya chaparasasiga olib bir tomosha ko'rsating. Ovozi bilan qarsak cholib tomoshani ko'rib boramiz. Qani, ketdi bostiganda. E'tibor bering, piramida holatida tomosha. Barakalla. Shoshilmasdan shap-shap sumalam qilish kerak edi. Qani hushyor bo'lasan. Qani. Yeppali. Qani. Aha, bunaqa programmada yo'q. Aha, barakalla. Ortiga baland bo'lib shoshilmasdan. Dorbozlarga qarsak cholganda xonadondan fayzi baraka arimasin. Qani ketdi. Dorbozni endi xafa bo'lmaysiz. Yana ham xiyroq tomoshangizni buyuraman. Dorbozni asl dushmani yuqorida bo'layotgan shamol deyshadi. Bayroqqa e'tibor bersangiz, bayroq sekin tikka turib qimirlashda boshlayapti. Lekin dorbozni o'yiniga e'tibor bering. Akasini yelkasiga tikka turib olsin. Ya'ni jahon piramidasi holatida mayda qadam bilan Allohni esdan chiqarmasdan taxti yugimazga qarab bosinglar, safarlaring bexatar bo'lsin. Alloh yor, pirlar madadkor bo'lsin. Ketdi bos deganda. Dorbos seni otang lochinim degan. Onang esa botirim. Xalqim suyib ataganki shun qorim. Xursandchiligimning elchisi, shodligimning shodyonasi. Bir zamonlar ertaklardan dostonlarga o'tgan seni qasidang. Qasidang mas el yurt ichida kezib yurgan asli bu nasibang. Ota bobolar aytganidek, yo ul alidur, balandor ustida parvoz aylagan majnun bir validur. So'rablar sandan ey dorbos, maqsading nedir deb maqsadim elga, yurtga tinchlik, omonlik u. Menga shodlik bo'lsa bas. Maqsadingdan o'rgilay dorbos. Bosdik dorbozim, qaytarmaysan. Oxirigacha bosamiz. Yana bitta qadam. Bos dorbos, qaytarma. Yana bitta qadam. Bosdik.
Yana bitta qadam. Yana bitta. O'zbekiston bayrog'i ostida 16 metr balandlikda 5 yoshli dorboslarda xizmatlaringda. Qarshi ekarsa bitta qarshi hech olganda mast qo'li dard ko'rmasin. G'olib!